Bugun ta'lim tizimida natija faqat hujjatlar bilan emas, balki insoniy omil, pedagogning mas'uliyati, boshqaruv madaniyati va fidoyiligi bilan belgilanmoqda. Ana shunday talablar shakllanayotgan maskanlardan biri Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi. Rejalari maktablarda o'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosarlarining o'quv faoliyatini tashkil etishda Halimjon Eraliyev ta'lim tizimining turli bosqichlarida ishlagan, amaliy tajriba va nazariy bilimni uyg'unlashtira olgan pedagog. Bu o'qituvchi juda ham murakkab kasb, men bundan faxrlanaman, chunki jamiyatimizning oldi bo'g'ini deb hisoblayman. Bekorga prezidentimiz tomonidan o'qituvchilarga juda ham katta e'tibor qaratilmayapti. Chunki mamlakatimizning iqtisodiyotini rivojlantiruvchi asosiy birlamchi bo'g'in bu ta'lim deb o'ylayman. Albatta bilimli ustoz yosh avlodga yaxshi bilimlarni beradi deb o'ylayman. U oliy ta'lim, xalq ta'limi boshqaruvi va qayta tayyorlash tizimidagi faoliyati orqali ta'limning negizini yaxshi anglaydi. 2024-yil dekabr oyida dotsent ilmiy unvoniga ega bo'lishi esa yillar davomida olib borilgan samarali mehnatining natijasidir. U rahbar sifatida kafedrani faqat boshqarmaydi, u jamoani tinglaydi, ishonadi va ishonch uyg'otadi. Bizi kafedramizda o'tirgan faoliyat olib borayotgan ustozlarimizni men ustozlarning ustozi deb ayta olaman. Shu o'rinda Abduqahhor Do'stonov domlamiz maktabgacha maktab ta'limi tizimidagi tarix fani o'qituvchilarining asosiy bugungi kundagi o'quv jarayonini tashkil etishdagi dars o'tish metodikalari shu boshqa kafedralarga ham, markazimizga ham o'rnak bo'ladigan darajada deb o'ylayman. Bu yerda har bir tashabbus muhokama qilinadi, har bir fikr qadrlanadi. Shunga qaramay Halimjon Eraliyevning ilmiy faoliyati salmoqli. U xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlarda ishtirok etgan. Ilmiy jurnallarda maqolalari chop etilgan. Ammo u uchun ilm maqsad emas, balki ta'lim sifatini oshirish vositasidir. Kafedrani salohiyatli kafedra sifatida faoliyat ko'rsatishda bevosita rahbarni va rahbariyatni ham o'rni juda ham katta. Dotsent Eraliyev Halimjon ustoz kafedra ishini shunaqa tashkil qilganlarki, hamma o'zini javobgarligini, mas'uliyatini va zimmasidagi vazifalarni biladi va ana shunga qarab ularni har biriga o'ziga xos shaxs sifatida muomala qilib ish tashkil qilganlar va buni natijasida mana o'tgan yili 2025-yilning yakunlariga ko'ra kafedramiz eng pedagogik mahorat markazi miqyosida eng yuqori ko'rsatkichlarga erishdi. Markazda maktablarning direktor o'rinbosarlari uchun o'tilayotgan boshqaruv metodikasi mashg'ulotlari ham aynan shu tamoyilga asoslanadi. Darslar tayyor qolib emas, hayotiy misollar, muammoli vaziyatlar orqali olib boriladi. Bu esa rahbar kadrlarning real qaror qabul qilish salohiyatini oshiradi. Mas'uliyat, samimiyat va professionallik Halimjon Eraliyev faoliyatining asosiy mezonlaridir. Bugun ta'limdagi islohotlar aynan shunday insonlar orqali hayotga tatbiq etilmoqda.